Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men valah. İmam Buxari rahmetullahi aleyhi Sahih Buxari namlı kitabdaki dersimizin devamında bugün İmam Buxari Hazretleri tövende bundaq deydi. Mescitte onda olturuş yoki bunda halq qolap jumlaq olturushi haqida durus emasmi yoki bo'lani bo'lmadi degandek mazmunlar. Bu yerdagi babul halaqi yoki halaqi hani biz kesra o'qisaqmi yoki fatha o'qisaqmi ikkilisi dursa, ikkilisi yana faqatla halqini bildirdi. Tövende İmam Buxari rahmetullahi aleyh 472 numaralı hadisde bizge musaddat hadis so'zlab bergan edi deb shunaqdaydi. Bu zot dedi bizge Bishr ibn al-Mufazzal hadis so'zlab bergan edi. Bu kishi Ubaydullah Nafi'din Nafi' ibn Umar radhiyallohu anhu da bayon qilgan bo'lib, bir odam payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan savol so'ragan. Shu holda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam munbar ustida edi. Ya Rasululloh, kechining namozi haqida qanday bizga yo'l yo'riq berlar debdi. Janob Rasululloh aytibdi, ikki rakat o'qiysan kechida namozni sen debdi. Ya'ni kechlik namozning shakli, hay'ati haqida qanday ado qilish haqida so'raganda, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ikki rakat o'qiysan. Agar tong yorib ketarmikin deb ensirash bo'lib qolganda, bir rakat taqqa vitr namoz o'qiysan degan. İki rakatdan o'qigandan keyin qolgan o'qilgan namozlari jup namoz bo'lsa, oxirida o'qilgan taq namozi shu namoz uchun vitr namoz bo'ladi dedi. Shunglashqa Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhu davomli o'zinga kishilarga yoki bolalarga dis kerak. Siz oxirgi namozinglarni sizlar vitr namoz qilinglar. Chunki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ashta buyurgan dedi. Mayli masalan, uxlashdan burun namoz o'qimoqchi bo'lsa, vitr o'qitib yiting. Yoki bo'lmasa, tongdan yorishdan burun bo'lsin vitr namozi o'qinglar. Yani demak, shu sizlarning kechidagi namoz faoliyatinglar cho'qim oxirgi namozinglar vitr bo'lsin deydi. Chunki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qilishga buyurgan deb Hazrati Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhu boshqalarga ishda ta'lim bergan. Bu ta'limni payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning sharikatlari so'zlaridan qabul qilgan. Hamda vitr namozining shakli sunnatga keltirilgan shakli har xil. Bizning vatanlarda ado qilib kelgan shaklimiz masalan faqat bir xillam 3 rakat bir tutash ikki tashahhudda o'qilib salom berilgan odatda bizga yetilganda, lekin hamda sunnatda keltirilgan vitrniki umum shakli naytdi har xil. Mesela 3 rakat, 5 rakat, 7 rakat, 9 rakat, hatta 11 rakat şekilde o'qilgan. Agar bir odam mesela 3 rakat namoz o'qimoqchi bo'lsa, vitr o'qimoqchi bo'lsa, bu odamning ikki xil shakli bor. Ya butun bir tashahhudda 3 rakat o'qiydi, yoki ikki tashahhudda o'qiydi. Ikki tashahhud o'qigan vaqtida cho'qim avvalgi 2 rakatga salom berib, oxirgi 1 rakatni ayrim toq o'qiydi. Ma bir sunnatlik shakli masalan. Agar 5 yoki 7 rakat o'qimoqchi bo'lsa, buni ulab o'qiydi. Eng oxirgi 5 rakatda, 5-rakatda yoki eng oxirgi 7-rakatda bir tashahhud bilan salom berdi. 9 rakat o'qimoqchi bo'lsa-mu, masalan, buni ulab o'qiydi. Oxirgi 8-rakatda tashahhudga o'tirib, ondan qo'pib, 9-rakat yana bir tashahhud o'qib salom berdi. Bu sunnat keltirilgan shakllari. Agar 11 rakat vitr o'qimaydigan bo'lib qolsa, bu odam har 2 rakatda bir salom berib, oxirgi 1 rakatda ayrim vitr o'qiydi. Shu payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning vitr o'qish shakllari. Hamda vitrda eng tuvan avval masalan 2 rakat o'qib, salom berib, ondan yana 1 rakatni o'qisa, bu eng afzali. Eng tuvan afzaliyat jihatdan tuvani shu. Shu. Hamda tuvanda 473 numaralı hadis kelganda İmam Buxari Hazretleri bizga Abu Nu'man hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu kishi deydi bizga Hammad Ayyub Nafi' ibn Umar radhiyallohu anhudan bayon qilgan bo'lib bu hadisni. Bir odam payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning huzuri muborakga kelibdi. Shu holda Janob Rasululloh xutba o'qiyotgan ekan. Ya juma namozining yoki boshqa namozlarning xutbalari bo'lsa kerak. Bu odam kelib debdi-da, kechida qanday namoz o'qiymiz, kechining namozining shakli qanday debdi.
Degендiki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iki rekat okuysa, agar taң yorub ketämki dep ensirseň, bir rekat okusaň boludy, bir rekat witr okuysa, mana bu sana okugan namazyňa nisbeten şu ahyrky namaz bir rekat okugan namaz sana witr bolady dep şundak dep düşünçi bergen. Endi Velid ibn Kesir şundak diýdi. Maňa Ubeydullah ibn Abdullah hadis sözlep berip, İbn Ömer bularga dep bergenken. Bir adam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den şu mescit tuğan aletlan toluğa dep, ey Muhammed ya Resulallah diýendeklemde. Bu belkim Arabi kişi bolsa gerek hemde. Hemde bu yukarı hadisindeki asasen ýene bir şekil var, ýene bolsa gerek bu ýerde. Bu ýerdeki rawilaryň içinde asasen köp rawiler çykkan, lekin bunun içinde fakat iki rawiniňki terjemaly başda ötülmegen. Biri Velid ibn Kesir diýen kişi. Hem bu Velid ibn Kesir kim o degende? Bu Velid ibn Kesirul Mahzumi diýen kişi. Bu Kufada ýaşagan işençilik hadis ulemalaryndan biri. Muşu hatta muşu magazi, siret ilmini manayeti yaxşı öğrengen işençilik alimlardan biri. Bu ulemalar bu kişini çatak yok, işençilik, rastgel degendek muşu muhaddislerge berildiğin ayeti yaxşı namlanıp bergen. Hatta İbn Sa'id rahmetullahi aleyh bu adam muşu sir magazinin ayeti yaxşı biletdi. Bu wagtda nurgun bu kişinin bildiğin nurgun hadisleri bar dep tariflegen. Demek bu kişi hadis ilmideki kişilerniki bergen bahalary içinde näet yaxşı bahaga erişkenlik. Bu adam havarişlarniki ibazi firqasida edi degendek bundaq bu kişi dogurluk bu düşünjeme berilgen. Bu kişi 151-nji ýyl etrapynda ýani şundakla Irak'ta meşhur şähri Kufada ölüp ketgenligi hatırlangan. Hem ikinci rawi kim diýen wagtda Ubeydullah ibn Abdullah ibn Ömer ibn Hattab. Bu elbette Abdullah ibn Ömer'ninki ogly, tabiin kişi hesaplanýar ondakda. Ömer ibn Hattab'ninki nebirisi de hemde. Bu zat muhaddislerninki hadis ilmi boyunca bergen bahasida bek köp hadislerini rivayet kılmagan, bayan kılmagan, lekin bu adamniki işençilik hikayelikini bayan kılıp ötken. Köp sandaki Ebu Zur'a, İmam Nesai qatarlyk ulemalar bu kişinin işençilik dep baha bergen. 106-njy ýyllary ölüp ketgenligi hatırlangan. Elbette bu kişi Hazreti Ömer ailesinden, Hazreti Ömer'nin püştü nebirisi Abdullah ibn Ömer'ninki ogly demek İslam tarihideki näet nemonelik näet büyük ailenin perzenti. Hem yeni bir hadis 474 numaralı hadise İmam Bukhari Hazretleri bizge Abdullah ibn Yusuf hadis sözlep bergen idi dep bayan kılgan. Bu adam dedi bizge Malik İshaq ibn Abdullah ibn Abi Talha'din bayan kılgan bulup Aqil ibn Abi Talib'nin azetkerdisi Ebu Murra degen adam Abi Vaqid Leysi arkalık bayan kılgan bir hadisini dep bergen bu kişiye İshaqqa. Bu kişi depdi hemde Abi Vaqid Leysi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam arada şu mescitte edi dedi. Bu yerdeki ravilarınki hemmisiniki tercümalı başta ötülgen. Kayıt tekrarlamayımız. Şu adam geldi de ikisi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'daki kışığı kelip birisi gitip kaldı. Ama aşkelerin birisi sorunundan azrak jaytip bilan şu jayga kirip bilan olturdu. Yani birisi ularniki aqıstırak otladı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dəstin bikavuga wagtda dedi ki, "Ma üçeylen togurlyk sizlerge dep gähip bire. Birisi Allah'a yüzlenip kepti, Allah Taala onu yüzlendi" dedi. Allah özünü öz panahyga aldı bu kişini. Yani birisi haya kıptı, Allah ondan haya kıldı dedi. Ama yani birisi Allah'tan yüz örüp, Allah'ın zikirden yüz örüp kitipti. Allah mı bu kişiden yüz ördü diye. Bu hadisin tercümalı başta biraz ötken şundak bolsunmu? Hem de bir yerdeki maksat İmam Bukhari rahmetullahi aleyhinki mescitte halk olap oturuşunu bayan kılıp ötmekçi. Çünkü halkıdaki kamanı görgen adam şu halka kirip oltagan. Şu maksat kılıngan hem de bir yerde. Hem de halk olap oturuş meselesi mescitte yizlarda mesela baatte etkende bomdat namaz deyin tesbihini aytip bolgandyk lam halk olap oturup ders tekrar kıldygan yoki Qur'anyň kısyk surelerini öýrendigan aşta bir ýaşy hislet baatte. Bu yolluk demekçi.
Lekin ulamolar juma kunda halqulab o'tirishni cheklagan. Chunki halqulab o'tirib qolsa, jiqyan egallab ketadi. Bu boshqalarga ig'irchilik tug'dirib qo'ydi degan. Yana birisi xalqining o'ttirda o'tirishdan cheklangan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bundan cheklagan hamda. Yana bir masala bu yerda Alloh subhanahu va taoloning hayo qilish sifatini bayon qilib o'tyapti bu yerda. Ya'ni Allohning hayo qildiganligini bildiryapti. Nurg'un hadislarda, oyatlarda bu to'g'riliq mazmunlar bor. Hatta Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam mo'min inson Alloh qo'l ko'targan vaqtida uni quruq qaytirishdan Alloh hayo qiladi degan. Innalloha hayyun karim. Hayyun karim. Alloh nayati esil, mardonibek, sehmard bek hayoliq degandek mazmunlar bor. Demak, bu yerdagi haya insonga nisbatan bir xil normal chekidan eshib ketsa kamtugulik, lekin bu yerda Allohga nisbatan bu yerda kamolat sifati. Hargizmi Allohning hayosi insonning hayosidek, odamning hayosidek bo'lmaydi. O'ziga loyiq, go'zal ravishda bo'ladi. Chunki insonning hayosida hayo qildi deganga bu odam yo og'iz kekashlab yoki qilayotgan ishi qo'l titrab, uni ma'lum bir kamtugulik paydo qiladi. Ya qo'rqinchoq qulab qoladi masalan. Tili gap kelmaydigan. Lekin Allohning hayosi undoq emas. Yana birisi shu ilm so'rovlari, zikr so'rovlarida imkon bor. O'zirsiz bo'lmagan ahvolatda o'ltirishni yaxshiligini bildiryapti. Chunki bu Allohga yuzlanish, Allohga bog'lanish degandek sifatlar bilan bu yerda bayon qilinib o'tilgan. Bugungi darsimiz musharak bo'lgan va sallallohu alayhi va Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.